Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi bo'g'oz sigirlarimizni ko'rib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga rivoji uchun like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Fikr mulohazalarlarda kommentariyga yozib qoldiringlar. Do'stlar, bu sigirlarimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumanida joylashgan. Ko'rishlar mumkin. Mana Xudo xolasi tug'ishiga oz qolgan. Mana bu sarig'iga 9 oy bo'lib qoladi degan. Xudo xolasi ozgina qolgan. Mana ko'rishlar mumkin, jonivor yuvosh, ancha xudo xolasa bemalol sag'dirib sag'ilaveradi inshaalloh. Mana bu shiviti, mana bu ham koslari ham keng, suvayli, yaxshi mol. Bu shivitiga 9 oy bo'lgan, xudo xolasa 1 hafta 10 kun uzoqda tug'ib qoladi inshaalloh. Mana koslari ham keng, yaxshi mollar, jonivorlar, suvayli, xudo xolasa bolani ham yaxshi beradi. Bu sigirlarimizni yoshlari shu 6 tishdan, ikkovi ham tug'umlari ikkinchisiga bo'g'oz, xudo xolasa. Mana bu ham yuvosh jonivor, bemalol sag'dira oladi, bemalol olib inshaalloh yaxshi baqadigan, rosa ro'zg'or va sigir oladi, xudo xolasa. Bu sigirlarimizni 46 million biroz xayri bor deb aytyapmiz, xudo xolasa oz-moz kelishtirib beramiz. Shu nomerlarimizga aloqa chiqsanglar, akalar videolar tashlab sizlarga batafsil ma'lumot beradi. Bo'lmasa eng yaxshisi shu borib ko'rganga yetmaydi, hurmatli obunachilar. Borib ko'rib, bemalol tekshirib olsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa mollar yaxshi, mana yuvosh, bunaqangi oshcha nimasi yo'q. Sog'liqlari ham joyida inshaalloh. Xudo xolasa tuqqandan keyin ham yaxshi sut beradi, chunki mana ko'rib turibsizlar, yelimlar solib, ancha dadil bo'lib qolgan jonivorlar. Xudo xolasa bollarni ham yaxshi beradi, hurmatli obunachilar, chunki ko'rishlar mumkin, jonivorlar yaxshi mol, ancha katta mollar, suvaylik, koslari ham keng, xudo xolasa shu qirg'iz parodaga mansubga o'xshayapti bular o'z ko'rinishini. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, aloqa chiqarasizlar.